Internetda ko'rgan bo'lsanglar, molxonada yashayotgan bitta ayolning videolari tarqalib ketdi. Shu holat haqiqatdanmi yo'qmi? Biz buni tekshirgani keldik. Assalomu alaykum opa. Mendan uzoq ket qayg'u, yaqinlashma endi g'am. Ba'zi odamlar bilasizlarmi, molxonaga deb kirgani ani orqiladi-da, kirmaydi-da. Shu joyda yashab, o'sha mana burchida ovqat qilganlar, mana shu yerda mollarni boqqanlar, shu joyda yashaganlar. Kuchu talagan, bo'ri talagan paytlari ham bo'lgan, bo'lmaganmi? Bitta chayanlar chiqadi. Chayan chaqadi, bir sutka oritadi. Iskori ancha arsibdi, nimasiga borishimga to'g'ri keladi. Non chaqqanmi? Chaqqanmani. Bu to'qima, ertak, fantastika emas. Aynan haqiqatda bo'layotgan holat bu. Biz shu opamizga o'zlarining nomlarida ochilgan mana shu kartalarga inshaalloh ehsonni ochdik. 2 kun davomida to'liq ehson yig'iladi. Befarq bo'lmang. Bir dona like bilan shu opani, bitta istoriya bilan shu opani hayotlarini o'zgartira olishingiz mumkin. Unutmang, obuna bo'lishni unutmang. Bu opamizning yoki keyingi opamizning hayotlarini o'zgartirishi sizning yordamingiz bizga kerak bo'ladi.